Mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini jadal rivojlantirish, dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda sohaga investitsiyalarni faol jalb etish maqsadida qator yangi soliq imtiyozlari joriy etilmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Farmatsevtika sohasi har qanday mamlakat sog'liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aholini sifatli va xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlash, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ushbu tarmoqning ustuvor vazifalaridan biridir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yil 5-mart kuni qabul qilingan farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni bu boradagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Prezidentimizning 35-sonli farmonlariga asosan farmatsevtika sohasida yangi soliq imtiyozlari joriy etilmoqda. Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish, dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashga yo'naltirilgan investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun 3 yil muddatga yer va foyda solig'idan, qurilgan obyektlar bo'yicha mol-mulk solig'idan ozod etish imtiyozlari berilmoqda. Imtiyozlardan foydalanish uchun mazkur faoliyatdan olinadigan daromad ulushi korxona umumiy daromadining kamida 60% ni tashkil etishi shart. Shuningdek, dorivor vositalari va tibbiy jihozlar ishlab chiqarishda qo'llanadigan texnologiyalar va brendlar uchun to'lanadigan royalti daromadlari bo'yicha norezidentlar uchun 2030-yilgacha foyda solig'i 5% stavkada qo'llaniladi. Viloyatdagi mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyati 2021-yilda tashkil topgan bo'lib, bu yerda kuniga 50 ming dona antiseptik mahsulotlari ishlab chiqariladi va ichki bozorga yetkazib beriladi. Jamiyat sohaga qaratilayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, faoliyatni yildan yilga kengaytirib bormoqda. Dastlab 20 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan bo'lsa, hozir bu raqamlar 2 barobarga oshdi. Sohani rivojlantirishga qaratilgan yangi soliq imtiyozlari tadbirkorni yanada ruhlantirdi. Endilikda xorijiy davlatlar bilan aloqalarni ham yo'lga qo'ymoqchi. Biz farmatsevtika mahsulotlar ishlab chiqarish sohasida 5 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Bu uchun bizning korxonamizga Sog'liqni saqlash vazirligidan tegishli litsenziyalar hamda 2024-yildan GMP sertifikat litsenziyalarini ham olib faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Bu bizga nima beradi? Bu birinchi o'rinda GMP sertifikati sifatli mahsulotlarni aholiga yetkazib berishni ta'minlab berish bilan birgalikda bizning mahsulotlarimizni qalbakilashtirishga yo'l qo'ymasligini ham oldini oladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 2026-yil 5-mart kuni farmatsevtika sohasini rivojlantirish masalasida ham selektor yig'ilishlari o'tkazildi. Yig'ilish yakuni bo'yicha ham olam kuch-quvvat oldim, motivatsiya oldim. Prezidentimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan keng foydalangan holda korxonamizni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdik. Xitoy Respublikasi bilan korxonamizni rivojlantirish bo'yicha shartnoma shartlarini kelishdik. Qo'shimcha infuziya mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishini yo'lga qo'yish masalasini hal qilamiz. Ishimizni rivojlantirishga albatta bu farmonda berilgan imtiyozlardan keng foydalanamiz. Ya'ni o'sha berilgan yer va mulk soliqlaridan imtiyozlar, bojxona to'lovlaridan qilingan ozodlar, royalti shartnomasi asosidagi 20% lik to'lovlar 5% ga tushganligi, bu albatta hammasi bu chet ellik partnyorlarimizga buni aytganimizda boshida ishonmadi. Lekin biz farmon bilan ularga tushuntirib ko'rsatib qo'yganimizdan so'ng ular darrov biz bilan shartnoma shartlarni qilib, ya'ni O'zbekistonda berilayotgan imtiyozlardan, yaratilayotgan sharoitlardan ular ham biz bilan birgalikda foydalanmoqchi. Ayni paytda viloyatimizda 20 dan ortiq mana shunday dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar faoliyat yuritmoqda. Mazkur imtiyoz va yengilliklar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish hamda sohaga investitsiyalar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi bu chora-tadbirlar aholining sifatli va arzon dori vositalariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga ham munosib hissa qo'shadi.